Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugun Alamos politsiyada 8-rang bo'ldik. Hozir nimalar qila oladi ekanligini hammasi bilan tanishtirib o'taman. Bu yer kiyinish xonasi. Bu yer bo'lsa, bu yer mana oddiy xona, shu kompyuterlar. Bu yer general xonasi. Bu yerda kira olmaysiz. Bu yer mana shu hisobis qiladi. Bu yer esa tualet, dush. Bu yer bo'lsa imtihonlarda majlislar o'tiladi. Bu yer sklad. Hozirda sklad yopiq. Bu yer ham shu oddiy xona, kompyuterlar. Bu yerda rahimga tushishsin mana. Ondan keyin bu yer bo'lsa ana mahbuslar xonasi, nima jinoyatlar qilgani uchun gapirish so'rashadi. Ondan keyin bu hibsga olish joyi, bu yerda hibsga oladi. Mashinalarni tanishtiradigan bo'lsam, mashinalari mana hozir. İkinci ranka tasdiqladi. Rank ko'tarish do'stlik bormi? İkinci rank ko'tarib, birinchi rankini ko'rib, bir kun tasdiqlang, 24 soat o'ynadimiz. Mana mashinalarni tanishtiradigan bo'lsam, bu KAMAZ ko'pincha buni ana nimalarga ishlatadi? Gama bo'ladi-yu, shunaqa vaqtlarda to'siq uchun ishlatiladi bu. Ondan keyin bo'ladigan bo'lsa, bu Mercedes. Bu ham aslida zo'r mashina. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, bu Magnars. Bu ham zo'r. Ondan keyin Gelik, bu Gelikni ko'pincha jinoyatchilarni ashlash uchun bu lekin 8-ranglar bilan oladi, 8-9-10. Bu ham zo'r. Tezligi menimcha 350 dan o'tadi. O'zim 350 ga chiqaman. Voy, yozib Salom bolajonlar, salom deyapti. Mashinalar shunaqa. Endi dasturlarni ko'radigan bo'lsam, tashkilotda Sardor general, undan keyin polkovniklar, 3 ta polkovnik, undan keyin polkovnik. KPK'ni qo'riqladim. Discorddan zadaniya bajardim. Arizam ham bor. Chiqarishni bossam, mashinalar o'z o'rniga qaytib keladi. Undan keyin tanbeh bera olaman. Tanbeh yecha olaman, tek qo'ya olaman mana. Bonus bera olaman. Onlayn bo'lish kerak deyapti, mana bonus ayday olaman. Dasturlari buning shunaqa. Sizlar bo'lgan men Islombek, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi.